Demek bugün geometriya bo'limidan qolgan joyimizdan davom etib ketamiz. Xo'p, birinchi qismda 1dan 38 gacha bo'lgan misollarni ko'rgandik. Bugun 38 dan 47 gacha bo'lgan misollarni ko'rib tahlil qilishga harakat qilamiz. Xo'p, birinchi misolimizga e'tibor qaratsak, 39-misolimizda bizda shart aytayaptiki, ABC uchburchakning medianasi hosil qilgan uchburchaklardan biri muntazam uchburchak bo'lsa, ABC uchburchagining eng katta tashqi burchagini toping deyapti. Hop, ABC uchburchak bor ekan. Bularning bir medianasi deylik, mana shu mediana chiqdi. Va bu, mana bu A bo'lsa, bu ham A bo'ladi. Mana shu uchburchaklardan biri muntazam deylik, mana buni muntazam bo'laylik. Mana bu A, bu ham A bo'ladi. Va muntazam uchburchak xossasini bilamizki, har bir burchak 60 gradus. Mana bu burchak ham 60 gradus. Mana bu burchak ham 60 gradus, demak, mana bu burchak ham 60 gradus bo'ladi. Endi mana bu yoyiq burchak xossasidan foydalansak, mana bu yerdagi burchak 120 gradus hisoblanadi. A teng yonli bo'lsa, mana bu burchak bu burchak teng bo'ladi. Demak, mana bu yerdagi burchak 30 gradus, bu yerdagi burchak ham 30 gradus bo'lyapti. Endi mana bu yer to'g'ri burchakli bo'lyapti, tashqi burchagi 90 gradus bo'lyapti. Mana bu ham to'g'ri burchakli, bu tashqi burchagi 150 gradus bo'lyapti. Endi bu ham yoyiq burchak, mana bu yerdagi burchak 120 gradus. Bizdan eng kattasini so'ragan. 120, 90, 150 demaymiz. 150 degan javobni tanlaymiz. 150 degan javob bizda A javob bo'lyapti. Xo'p, keyingi savolimizga e'tibor qaratsak, keyingi savolimizda 40-savolimizda xo'p, DF perpendikulyar BC ga, ya'ni mana bu perpendikulyar demoqchi. Xo'p, BE teng EF ga, BE teng EF, ya'ni teng yonli. Mana bu yerdagi burchak bilan bu yerdagi burchak teng bo'lishi kerak. Xo'p, mana shu va DAB burchagi 22 gradus. Mana bu burchak 22 gradus bo'lsa, xo'p, ADF burchak, ADF mana bu yerdagi burchakni so'rayapti. Xo'p, nima qilamiz bunda? Birinchi bo'lib berilgan burchaklardan foydalanishimiz kerak. Mana bu yerdagi burchak 90 gradus va bu teng yonli bo'lsa, mana bu yerdagi burchak ham 45 gradus bo'ladi. Mana bu yerdagi burchak ham 45 gradus bo'ladi. Endi 45 gradus bo'lsa, xo'p, mana bu yer ham 90 gradus bo'ladi, biz buni bilamiz. Chunki vertikal. Endi mana bu A, B, C uchburchak tashqi burchak bo'ladi. Demak, bu bilan buni yig'indisi bunga teng. Ya'ni mana bu yerdagi burchak, xo'p, bunga buni qo'shadigan bo'lsak, 67 gradusga teng bo'lyapti. 67 gradus, 90 gradus, mana bu joy. Xo'p, bu bilan buni yig'indisi 90 bo'lishi kerak. Shunda 180 bo'ladi. Demak, bu yer xo'p 23 gradusga tengligini topsak bo'ladi. Demak, 40-misolimizning javobi 23 gradus bo'lyapti. Bu javob esa bizda A javob bo'lgan. Xo'p, endi 42-misolimizga e'tibor qaratsak, mana shu shakl berilgan. Bizdan N, O, M burchagi, mana bu yerdagi burchakni so'rayapti. Xo'p, shart aytyapti, bu yer to'g'ri burchak, ya'ni 90 gradus, mana bu yer 40 gradus, mana bu yer 105 gradus. Bizda mana bu yerni so'rayapti. Xo'p, 4 burchakda ichki burchaklar yig'indisini bilamizki, 360 gradus bo'ladi. Demak, buni 90 gradus plus mana bu yerdagi burchak 40 gradus plus bu yerdagi burchak 105 gradus plus bu yerdagi burchak 360 gradusga teng bo'lishi kerak. Bunga qo'shsak 130, 235 plus x teng bo'lyapti 360 ga. Bu yerda x topadigan bo'lsak 360 minus 235, demak bu yerda biz x burchagini topsak 25 kerak, 125 gradus bo'ladi. Demak, bu yerdagi burchak 125 gradusga teng kerak. Xo'p, 43-misolimizga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 43-misolimiz shartida ABC teng yonli uchburchakda B K bisektrisa. B mana bu yerdagi K bisektrisa degan. B K bisektrisa, ya'ni mana bu yerdagi burchak jami 2 alfa bo'ladigan bo'lsa, bu ham alfa teng bo'ladi. Endi AB teng AC degan shartga ko'ra, bu yerdagi burchak 2 alfa bo'lsa, bu yerdagi burchak ham 2 alfa bo'ladi. Va bizda shart etganki, BC, ya'ni mana bu BC teng bo'lyapti AK plus BK ga. Ya'ni mana bu deylik A, mana bu deylik B bo'lsa, BC tomon bu bilan buni yig'indisiga teng, ya'ni A plus B ga teng bo'lyapti. Xo'p, mana shartlar qanoatlantirilsa, bizdan ABC uchburchagining burchaklarini xo'p topishimizni so'rayapti. Bunda nima qilamiz? Bunda xo'p, mana bu yer 2 alfa, mana bu yer ham 2 alfa. Demak, mana bu yerdagi burchak pi, ya'ni 180 minus 4 alfa bo'ladi. Shunda jami yig'indisi
180 gradus beryapti. Endi mana bu yer alfa, mana bu yer 2 alfa bo'lsa, mana bu yer BKS uchburchakka nisbatan 180 minus 3 ta alfa. Shunda bularning yig'indisi yana hop 180 gradus beryapti. Birinchi bo'lib nima qilamiz? Hop, sinuslar teoremasini qo'shilib ketar ekan. Mana bu. Birinchi bo'lib BKA uchburchakka nisbatan, ya'ni uchburchak BKA ga nisbatan hop B ni sinus pi minus 4 alfa ga nisbati B ni hop sinus pi minus 4 alfa ga nisbati teng bo'ladi A ni sinus alfa ga nisbatiga. A ning sinus alfa ga nisbatiga. Endi BKS uchburchakka nisbatan keyingi qiladigan ishimiz uchburchak BKS ga nisbatan yuramiz. Bu uchburchakda hop B ni sinus 2 alfa ga nisbati B ni sinus 2 alfa ga nisbati teng bo'ladi A plus B ni sinus pi minus 3 alfa ga nisbatiga. Sinus hop A plus B ga nisbat olishimiz kerak edi biz. A plus B ni sinus pi minus 3 ta alfa ga nisbat. Endi hop biz mana shu yerdan nimani topsak bo'ladi? Hop keyin mana bu yerdan A ni qiymatini topib olaylik. A teng bo'ladi, bu yoqqa o'tsa proporsiya B ko'paygan sinus alfa taqsim sinus pi minus 4 alfa degani trigonometrik keltirish formulalariga ko'ra sinus 4 alfani beradi. Sinus 4 ta alfa. Endi mana bu yerdan A plus B ni topadigan bo'lsak, A plus B ni qiymatini topadigan bo'lsak, bu yoqqa o'tsa proporsiya B ko'paygan bu ham keltirish formulasiga ko'ra sinus 3 ta alfani beryapti. Taqsim mana bu yer sinus 2 alfa. Endi boshida mana bu sharti bor edi. Ya'ni B'si, ya'ni A plus B teng bo'lyapti AK, ya'ni A plus bu B ga. Endi nima qilamiz? Bizda mana bu yerda A plus B bor, to'g'rimi? Demak, A plus B, ya'ni mana bu B ko'paygan sinus 3 ta alfa taqsim sinus 2 alfa teng bo'ladi A. Ya'ni mana bu B ko'paygan sinus alfa taqsim sinus 4 ta alfa. Endi mana bu yerdagi hop A plus B teng bo'ldi A plus mana bu yerdan B ga. Mana shundan foydalanib endi biz burchakni topsak bo'ladi. Ya'ni biz e'tibor qaratsak har birida sinus bo'lyapti, to'g'rimi? Har birida B bo'lyapti. Biz B'larni qisqartiraveramiz. B'lar ketdi qisqarib. Natijada nima bo'lib qoldi? Bu yerda sinus 3 alfa sinus 3 alfa taqsim sinus 2 alfa teng bo'lib qoldi. Bu yerdan sinus alfa, mana bu yerda 1 qoldimi? Maxraj beraveramiz. Plus sinus 4 ta alfa taqsim sinus 4 alfa. Xo'p, endi nima qilamiz? Mana bu yerda davomini soddalashtirib ketaman. Kattaroq joy kerak chunki mana bu sinus 3 alfa sinus 3 alfa taqsim sinus 2 alfa teng bo'lyapti sinus alfa plus sinus 4 ta alfa taqsim mana bu sinus 4 alfa. Sinus 2 alfa formulasi, ya'ni mana bu formula. Sinus 2 alfa teng bo'lardi ikkita sinus alfa ko'paygan kosinus alfa. Mana shu formuladan foydalanamiz. Shunda bu ikkita, mana buni tengari 2 alfa bo'ladi. Sinus 2 alfa ko'paygan kosinus 2 alfa bo'lib qoladi. Endi mana bu sinus 2 alfadan qisqarib ketyaptimi? Bu yerda 2 kosinus 2 alfa. Mana shu 2 kosinus 2 alfani bu tomonga proporsiya qilib olsak. Xo'p, ikkita. Xo'p, bu yerdan qolyapti sinus 3 alfa ko'paygan kosinus 2 alfa teng bo'lyapti mana bu. Xo'p, yig'indidan bir marta ko'paytmaga o'tsak bo'ladimi? Xo'p, yig'indidan ko'paytmaga o'tsak bo'ladi. Mana shu yer bu teng bo'ladi ikkita sinus alfa plus beta taqsim 2, ya'ni sinus hop 5
alfa taqsim 2 ga kelib qoladi. Endi ko'paygan bularning ayirmasi ya'ni kosinus 3 ta alfa taqsim 2 holida kelib qoladi. Natijada nima bo'lyapti? Mana bu ikkilar qisqarib ketyapti. Mana bu yer sinus 3 alfa, kosinus 2 alfa. Xo'p, endi bu yerda nima qilamiz? Xo'p. Ko'paytmadan yig'indiga o'tib olsak bo'ladi. Ko'paytmadan yig'indiga o'tib oladigan bo'lsak. Xo'p, yoki bu yerda ikkilar qisqarib ketyapti-da. Mana bu sinus 5 alfa bo'ldi. Bu yer bu. Xo'p. Sinus 3 alfa, kosinus 2 alfa. Demak, bu teng bo'ladi. Mana bu yerda formulasini keltirib chiqarmaylik. Sinus alfa ko'paygan kosinus beta teng bo'ladi. Xo'p, qavscha bir taqsim 2 bor, qavs tashqarisida. Mana bu yerda bir taqsim 2 bo'ladi. Endi bu, xo'p, sinus alfa sinus beta bo'lishi uchun bu aniq, xo'p, sinus bo'lishi kerak. Sinus alfa plus beta qiladigan bo'lsak, bu sinus alfa kosinus betaga teng bo'lsa, sinus alfa kosinus beta minus plus bo'lib turib bu yoqdan kosinus beta sinus alfa bo'lsa, endi bu yerdan bu xo'p plus ko'rinishda bo'lishi kerak. Sinus alfa minus betaga. Shunday kosinus alfa qisqarib ketdi. Mana shu formula ekan. Demak, buni soddalashtiradigan bo'lsak, bu teng bo'lyapti. Xo'p, 1 taqsim 2. Endi mana bu yer sinus 3 alfa kosinus 2 alfa bu formulaga ko'ra sinus alfa plus beta. Mana bu yerdagi 5 ta alfa plus sinus ikkalasini ayirmasi bo'lyapti. Ya'ni alfa teng bo'lyapti. Xo'p, mana bu 2 bu tomonga o'tsa proporsiya bo'lib ketib, xo'p 2 ko'paygan. Mana bu yerdan sinus. Shu yerda baribir mana shu holga kelib yana 2 ni ko'paytirib turgandan ko'ra mana bunday qilganimiz yaxshi ekan. Mana bu joydan baribir qisqarib ketishini yana ko'rsak bo'lar ekan. Shunga bu ko'paytmadan yig'indiga o'tishimizda mana bu tomonda ko'paytmadan yig'indiga o'tib, lekin nariga tomon shunday qolish kerak ekan. Xo'p, ya'ni bu tomonda 2 kosinus alfa sinus 3 alfa 2 sinus 3 ta alfa ko'paygan kosinus 2 alfa bu teng bo'lyapti. Xo'p, bu tomondagi mana bu sinus alfa plus sinus 4 ta alfa. Endi bundan xo'p, ko'paytmadan yig'indiga o'tsa 2 bu formuladagi 1 taqsim 2. Endi bu qavs-ichida sinus ikkalasini xo'p yig'indisi 5 ta alfa plus ikkalasini ayirmasi sinus alfa teng bo'lyapti sinus alfa plus sinus 4 ta alfaga. Endi bu bilan bu qisqarib ketaveradi. Xo'p. Endi mana bu yerda 1 qoldi. Demak, mana bu sinus alfa ham qisqarib ketadi. Natijada bizga eng soddalashgan holat qoldi. Ya'ni bu tomonda sinus 5 alfa sinus 5 ta alfa teng bo'lyapti sinus 4 ta alfaga. Biz endi 3 burchakni burchaklari 180. Demak, mana buni pi minus qilib yozsak bo'ladi. Sinus 5 ta alfa teng bo'lyapti mana buni sinus pi minusdan 4 ta alfa ko'rinishida yozsak bo'ladi. Birinchi chorak bo'yicha tenglayapman. Birinchi, ikkinchi chorak bo'yicha mana bularni tashlab yuborsak bo'ladi. Bu yerda bu tomonga o'tadigan bo'lsa 9 ta alfa teng bo'lyapti pi, ya'ni 180 gradusga. Bu yerda alfani qiymatini topsak 180 taqsim 9, ya'ni 20 gradusga kelib chiqadi. Demak, biz alfani 20 gradusga topib oldik. Berilganlarni yo'lini topsak bo'ladi. Mana bu yer 2 alfa, ya'ni 40 gradus bo'lyapti. Bu yer ham 2 alfa, mana bu yerdagi burchak ham 40 gradus. 40 bo'lsa, mana bu yerdagi burchak 180 minus 80, ya'ni 100 bo'lib qoladi. Demak, bu misolimizning javobi 100 gradus, 40 gradus va 40 gradus bo'lar ekan. Bu buni trigonometrik ko'rinishdagi yechimi. Xo'p, yozib olsak bo'ladi buni ham. Xo'p, 45-misolimizda A, B, C lar uchburchakning burchaklari, ya'ni 180 gradusga teng bo'ladi yig'indisi. Bizdan sinus A, sinus B va sinus C ni quyidagilardan qaysi biriga teng bo'ladi deb so'ragan. Birinchi bo'lib sinus A, mana bu yerdan sinus A plusdan bu yerdan sinus B ni formulaga ko'ra yig'indidan ko'paytmaga o'tib olamiz. Shunda bu ikkita bir marta yig'indisini yarmi A plus B taqsim 2 ko'paygan bir marta
kosinus a minus b taqsim 2 bo'ladi formula bo'yicha. Endi hop mana bu yerdan biz a plus b ni topa oladigan bo'lsak, a plus b ni topsak, pi minusdan c bo'lib qoladi. Endi demak bu ikkita sinus buni o'rniga pi minus c taqsim 2 ko'paygan kosinus a minus b taqsim 2 ni yozsak bo'ladi. Bu teng bo'ladi ikkita. Buni bitta bo'lib olsak, sinus pi taqsim 2 minus c taqsim 2 ko'paygan kosinus a minus b taqsim 2 bo'lib qoladi. Endi bu teng bo'ladi formula bo'yicha 2 ko'paygan bu. Xo'p, keltirish formulasiga ko'ra pi taqsim 2 lik uchun kosinusga o'zgaradi. Kosinus c taqsim 2 bo'lib qoladi. Xo'p, ko'paygan kosinus a minus b taqsim 2 edi. Endi nima qilamiz? Endi biz hozir sinus a plus sinus b ni topdik-ku. Bu yoniga sinus c ni yozishimiz kerak. Plus sinus c. Bizdan shuni so'rayapti aslida. Endi mana bu yerda sinus c ni soddalashtiramiz yanada. Mana bu yerda sinus c degani aslida sinus 2 ko'paygan c taqsim 2. Buni hammasi bu yerda bilyapti. Shunda buni formulasi bor edi. 2 ta sinus c taqsim 2 ko'paygan kosinus c taqsim 2 bo'lardi. Demak, biz buni o'rniga yuqoridagisini yozsak bo'lar ekan. Ikkilangan burchak formulasini 2 kosinus c taqsim 2 ko'paygan sinus c taqsim 2 mana shuni yozsak bo'ladi. Endi 2 kosinus c taqsim 2 lar bir xil bo'lyapti. Xavs topib ketsak, 2 kosinus c taqsim 2 bu yerda kosinus a minus b taqsim 2 qolyapti. Plus bu yerda sinus c taqsim 2. Endi mana bu yerdan c ni topsak, a va b ga bog'lanib qoladi mana bu ham. Xo'p, bu yerdan c ni topsak, pi minusdan a plus b bo'lib qoladi. Ya'ni bu har ikkalasi bu tomonga o'tdi minus bo'lib. Demak, buni o'rniga qo'yib oladigan bo'lsak, bu ikkita kosinus c taqsim 2. Endi bu yerga kosinus hop a minus b taqsim 2 plus c ni o'rniga buni qo'yib bitta bo'lib olib, ya'ni c taqsim 2 ni topaylik. Bo'lib olsak 2 ga buni c taqsim 2 teng bo'ladi. Pi taqsim 2 minusdan a plus b taqsim 2. Shunda bu yerga sinus hop pi taqsim 2 minusdan hop c taqsim 2 ni topib oldim hozir. A plus b taqsim 2 bo'lib qoladi. Endi bu hop mana bu qavusdachi bu faqat ko'rsatkichga tegishli bo'lsa mana shu ko'rinishda. Endi hop bu yerda kosinus bundan ham kosinus o'tsak bo'ladi. Shunda ikkita mana bu yozyapman. Kosinus c taqsim 2. Endi bu yerda bu kosinus a minus b taqsim 2. Hop, plus bu yana pi taqsim 2 lik uchun kosinusga o'tadi. Kosinus a plus b taqsim 2 ko'rinishiga kelib qoldi. Bu ham bu yerda. Endi hop biz buni soddalashtirib oladigan bo'lsak, mana shuni soddalashtirib olib keyin qo'yib qo'yamiz o'rniga. Ya'ni mana bu yerda yozamiz. Kosinus a minus b taqsim 2 plus kosinus a plus b taqsim 2. Xo'p, buni formulasi bor edi. 2 kosinus bularning yig'indisi. Xo'p, yig'indisini yarmi. Ya'ni xo'p bularning yig'indisi a minus b taqsim 2 plus a plus b taqsim 2. Mana shu yerdan taqsim 2 bo'ladi. Endi ko'paygan keyingisi ham kosinus, bu bilan buni yig'indisi. Xo'p, qo'shib oladigan bo'lsak a minus b plus a plus b. Xo'p, bunda qo'shib oldik, endi bunda biz ayirib olishimiz kerak edi. Demak, minus a ta'sir qilsa minus b taqsim 2 bu jami yig'indisi formula bo'yicha yana bitta taqsim 2si bor. Buni soddalashtirsak endi ikkita kosinus hop blar ketdi 2a taqsim 2 a qoldi taqsim 2. Kosinus a taqsim 2 ko'paygan kosinus bunda endi a lar qisqarib ketdi minus 2b bo'ladigan bo'lsa 2 ga minus b bo'lsak b taqsim 2 bo'lib qolyapti. Kosinus juz funksiyaligi uchun minusni chiqarmaydi. Endi qavs tashqarisi mana bu bor edi, qavs ichidan mana bu chiqdi. Demak, bizda javob bo'ladi. Mana bu ikkita kosinus c taqsim 2 ko'paygan qavsdan chiqqan javob ikkita kosinus a taqsim 2 ko'paygan kosinus b
taqsim 2. Endi buni soddalashtirsak, buni bunga ko'paytirsak, 4 ta bitta tuyuramiz. Xo'p, kosinus mana bu yerdan a taqsim 2 bo'lib qoldi. Ko'paygan kosinus b taqsim 2 ko'paygan kosinus c taqsim 2. Keyingi safar buni keltirib chiqarib o'tirmaslik uchun yodlab olsak tezroq bo'ladi. Demak, 44-misolimizda bizga A, B, C 3 burchak berilgan. Bu 3 burchakning B burchagini 80 gradus degan va bizdan shartda yana bir aytib qo'ygan. AB tomon katta degan BCdan. BC tomondan katta, ya'ni mana bu tomon bundan katta bo'lyapti. Demak, mana bu kattaroq tomon qarasak burchak, kichikroq tomondagi nisbatan kattaroq bo'ladi. Ya'ni burchak C katta bo'lyapti burchak A dan. Shunda 3 burchak ichki burchlar yig'indisiga ko'ra jami burchak sonini berish kerak. Shunda bu bilan buni yig'indisi 100 berish kerak. Endi bizdan mana bu kichik tomonni so'rayaptimi? Yoki kichik tomonni so'raydigan bo'lsa, bu ikkalasi agar 50 gradusdan bo'lganda, bu ikkalasi teng bo'lib qolardi. Endi kichik so'ragan uchun buni bitta qaytarib qo'yamiz. 49 gradus plus 51 gradus bo'ladi. Demak, mana bu bizdan kichigini so'ragan, buni maksimum qiymati 49 gradus bo'lishi mumkin. 50 gradusdan bo'lganda teng bo'lib qoladi. Agar bu katta bo'lib ketganda, bu shartga ko'ra noto'g'ri bo'lib qoladi. Endi, xo'p, 47-misolimizga e'tibor qarasak, o'rtaga 45-misolda bundan keyin tahlil qilib beraman. Xo'p, bizga A, B, C va A, P, C 3 burchaklar berilgan. Xo'p, bunda A, B teng degan A, C ga, teng degan C, P va teng P va Q ga teng deyapti. Endi tenglik belgilarni qo'yib chiqdik. Endi vertikal burchakdan foydalanib mana bu yerdagi burchak ham 73 gradus. Xo'p, bu yerdagi burchak ham 73 gradus bo'ladi. Xo'p, 73 bo'lgan bo'lsa, endi xo'p, mana bu yerdagi burchak. Mana bu yerdagi burchak. Xo'p, 73 qo'shsak 146, demak mana bu yerdagi burchak 34 gradus bo'lyapti. Endi yana nimadan foydalansak bo'ladi? Endi biz foydalanishimiz mumkin bo'lgan yana narsa. Mana bu burchak 34 gradus bo'lsa, mana bu AC bilan CP teng bo'lganligi uchun bu yerdagi burchak ham 34 gradus bo'ladi. Endi mana bu tashqi burchak 73 gradus bo'lgandan keyin bu bilan buni yig'imiz 70 berish kerak. 73 ni berish uchun bu burchak 39 gradus bo'ladi. Bu yerdagi burchak 39 gradus bo'lsa, bu yerdagi burchak ham 39 gradus bo'ladi. Endi bizdan o'zi qaysi burchakni so'ragan, shartiga qarab olamiz. 7-misolda bizdan B, A, Q burchagini so'ragan. B, A, Q, ya'ni mana B, A, Q mana bu yerdagi burchakni so'ragan ekan. Endi bu burchak va bu burchakning yig'indisi 39 gradus plus 73 gradus plus x gradus bizda 3 burchakning ichki burchaklari 180 gradus berish kerak. Bunga buni qo'shadigan bo'lsak 100, 112 plus x teng bo'ladi 180 ga. Bu yerda x topadigan bo'lsak 68 gradusga tengligini topsak bo'ladi. Demak, biz qidiradigan burchak 68